Bugun ertalab bir kishini ofisda bir narsani kutib o'tirsam, yonimda bir 3-4 akani ham kutib o'tirishgan ekan. Xohlamasdan quloqim musofir bo'lib qoldim. Bir kishini g'iybat qilishdi-da, g'iybat qilib gapirishdi. Undan oldin o'zlari haqlarida ham gapirishdi. Ya'ni bir chimcha namoz o'qishmas ekan. Cho'chqa go'shtidan boshqa har qanday hayvonning go'shtini qanaqa so'yilgan bo'lishidan qat'iy nazar iste'mol ham qilishaverar ekan. Shular ya'ni bir odamni gapirib g'iybatini qilib, xatolarni gapirib, oxirida istehzo bilan kulib ham qo'yishdi. Ya'ni namoz ham o'qiydi deb turib. Subhanalloh, shunda bir ichimdan bir narsa uzilib tushdi-da. Men namoz o'qiydigan, musulmon bo'lgan do'stlarimga bir narsani eslatma qilib aytardimki, shunaqangi insonlarning oldida va xosatan g'ayridinlarning oldida axloqimizga, xulqimizga e'tiborli bo'laylik. Chunki namozxon musulmon odam bir narsa xato qilsa, bir ish qilsa, bunaqangi insonlar yugurib borib uni namozini, dinini ayblashadi birinchi bo'lib. Va yana kimdir aytishi mumkinki, aka, namoz o'qiydigan odamga bunaqa ishlar yarashmaydi degan ma'noda aytgan bo'lishi mumkin-ku deb turib. To'g'ri, lekin ba'zida shunaqangi bir taassurot bilan gapirishadiki, go'yoki namoz o'qimaydiganning qalbi kristianning top-toza. U har qanday jirkanch ish qilsa ham bo'laveradi, lekin namoz o'qigan odam birorta ham xato qilishi mumkin emasdek gapirishadi go'yoki. Shunaqangi insonlarga men bir narsani aytardimki, akalar, namoz o'qiydigan musulmon odam ham xato qilishi mumkin, hattoki gunoh kabira qilib qo'yishi mumkin, haromga tushib qolishi mumkin. Lekin mana bu odam tavba qilsa Alloh azza va jalla kechiradi. Hattoki tavba qilmasdan Allohning huzuriga, agar Allohning huzuriga yo'liqsa ham, Alloh azza va jalla, ya'ni shirkdan boshqa, namozdan boshqa gunohlarni xohlasa kechirib yuborishini aytadi. Lekin namoz masalasi jiddiy masala. Qur'on va sunnatda ham bu haqida qattiq ogohlantirish kelgan. Shuning uchun namoz o'qiydigan musulmon odamning g'iybatini qilgandan ko'ra, Alloh azza va jallani yakkalab, dinimizni o'rganib, namozlarimizni muhofaza qilganimiz yaxshi. Chunki oxiratda ham birinchi bo'lib so'raladigan amal bu namozdir. Alloh azza va jalla hammalarimizni holimizni isloh qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.